charchadim. Ozgina sabr qiling, ha? Maktabga chiqishing uchun hujjatlarni topshirmasak bo'lmaydi. Assalomu alaykum Dilnoz opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Malika qiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, Shu issiqda ona bola yetaklashib qayerga ketyapsiz? Voy, nimasini yetasiz? Birinchi sinfga hujjat topshirgani. Voy opajonim-ey. Ko'chaga chiqmasdan uyda o'tirib ham onlayn tarzda hujjat topshirsa bo'ladi-ku. Voy, rostdanmi? Albatta. Yuring, men sizga bir piyola choy ustida 5 daqiqada qanday qilib hujjat topshirish kerakligini ko'rsatib qo'yaman. Voy, yaxshi bo'ladi. Qarang opajon. Avvalambor telefoningizga Maygo ilovasini yuklab olasiz, ro'yxatdan o'tib olasiz va yuqorida xizmatlar qatori turibdi. Maktabga qabulni bosasiz. Keyin batafsilga kirasiz. Xizmatlardan foydalanish. Arizada so'ralgan joylarni to'ldirasiz. Birinchi sinfga bolani qabul qilish tugmasini bosasiz va biroz kutsangiz, arizangiz qabul qilinganligi haqidagi SMS xabar keladi. my.gov.uz vaqtingizni va naqdingizni tejaydi.